Dildor, senga hayitlikka telefon olib keldim. Voy, namuncha xursand bo'lib ketdim. Ana, xotinga telefon bor, opaga telefon yo'q. Keling, ukamni ko'taring. Ko'tara olmayman Ha, buni. ko'tara olmaysiz, men 5 yoshgacha ko'tarib katta qilganman, ha. Dilimda qoldi. Opa, bo'pti, hayitlikka shu telefon sizga bo'lib qolsin. Singil odam emas-da aka. Kirlaringizni yuvib berganman. Zavtrga tuxumlar qovurib berganman. Qalbim yaralandi. Singlim bo'pti, telefonchi opamga ham, xotinimga ham emas, senga bo'la qolsin hayitlikka. Ha? Opa bilan singilni oldida xotin ajrab qolar ekanda. Mayli, qonchilik, jigarchilikdir ekansizda. Xotin kerak emas ekan sizga. Bo'ldi, men ketdim. Ha, uka, men esladim. Men 6 yoshgacha ko'targan ekanman seni. Dilimda qoldi, dilimda. Nima qildingizlar? O'zimda telefon olganman, nima qilishim kerak? Ishonchda ber. Qayerdan? Uka, ishonchda mana sizga hayitlik aksiyasi boshlangan. U qanaqa u? Ishonch do'konlaridagi barcha televizorlarni 41% gacha chegirmada yoki 50% gacha bonuslari bilan olishingiz mumkin. Barcha smartfonlarni 20% chegirmada yoki 25% bonusda olishimiz mumkin. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor, Redmi, Oppo, xullas hamma smartfonlarga ushbu chegirma va bonuslar amal qiladi. Zo'r ekan-ku, olinglar. Shu televizorni ham olaylik. Oppa odam emasmi? Meni dilim og'ridi. Opani qadri chiqani, meni qadrim